Assalomu alaykum. Yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasining qadrli tinglovchilari. Nafaqat shodiyona kunlaringizda, balki yaqinlaringiz mehrini his qilishni istagan har qanday oningizda biz siz bilanmiz. Baxtdan ko'zlarni yoshlata oladigan, sog'inchlarni arita oladigan shodiyona elchilarimiz bugun ham yana bir mehribon insonning qalb uylariga g'oyibona tashrif buyuradi. Sizlar bilan doimgidek sevimli boshlovchingiz Zulfizar Qoryog'diyeva. Qani, ketdik. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum. Dilnoza opa borlarmi? Bor. Gaplashtira olasizmi, akajon? Nima gap qilma? Bugungi chiroyli ayyomlar bilan tabriklab qo'ymoqchi edik. Ha. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum. Rahmat. Dilnoza opa, yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Yaxshi, xudoga shukr, yaxshi, rahmat. Har doim sog' salomat bo'ling. Bugun hammani qalbiga shodlik ulashib, bu yorug' olamga kelgan kuningiz ekan. Qarshi olgan chiroyli yoshingiz muborak bo'lsin. Allohim tanajoningizni sog' va salomat, umringizni esa bundan-da uzun qilsin, ilohim. Rahmat, boringizga shukr. Mana shu chiroyli ayyom bahona o'zi bo'lsa-da dilingizga shodlik ulashni niyat qilib, yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasi orqali qo'ng'iroq qilayotgan edik. Boshlovchi singlingiz Zulfizar bo'laman. Bizning loyihamizga sizga atalgan, mehr bilan yozilgan o'ziga xos dil izhorlari, tabrik xatlari kelgan edi. Nima deb o'ylaysiz? Bugungi maktublarni aynan kim yozgan bo'lishi mumkin? Qizlarim yozgan bo'lishi mumkin, Saygul. Ya'ni-chi. Kimdan ko'proq taxmin qilyapsiz? O'zi surprizlarga ko'proq kim usta? Qizlarimda Saygul qizim ustara, katta qizim. Avvallari ham olganmisiz shunaqa tabriklardan? Yoki bu birinchisimi? Birinchisi bu. Davomlingiz ham bo'lsin. Baribir onasizda qalbingiz qancha aldasak ham, chalg'itsak ham sezib to'g'ri topdi. Chiroyli tabrik xatlarini mehribonlaringiz, barcha farzandlaringiz nomlaridan Saygulxon qizingiz yo'llabdilar. Rahmat. Barlaringizga shukr, rahmat. Ilohim ularni baxtlariga ham omon bo'ling. Ularning tabriknomalariga sizni sevib bardoqlaydigan umr yo'ldoshingiz Daynov akajonimiz hamda barcha farzandlaringiz hamroh bo'lib sizni yaxshi ko'rishlarini, qadrlashlarini, dunyo turguncha turishingizni istashlarini aytib o'tgan ekanlar. Rahmat, singlim, rahmat. Rahmat, bor bo'ling ilohim. Saygulxondan siz haqingizda so'raganimizda aytdilarki, onajonim men uchun dunyodagi eng yaxshi, eng go'zal va latofatli onalar borlariga shukr dedi. Jonimiz bilan birgalikda har doim biz uchun qayg'urib, halol mehnatlari ortidan bizga go'zal hayotni taqdim etib kelmoqdalar. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Hali qalbimda orzularim, niyatlarim ko'p. Ularning ko'zlarida faqat quvonchni ko'rishni istayman va qalblarini faxrga to'ldiradigan soliha qizlar qatorida turishni Allohimdan so'rab qolaman dedilar. Rahmat. Ilohim mehnatlaringizning rohatlarini ko'rib yuring. Hali bu hammasi emas. Qizingiz o'zingizga ayta olmagan, lekin doim dillarda jo'sh urib turgan chiroyli izhorlarni bizga yozib jo'natibdilar. Shularni o'qib eshittirsak maylimi vaqtingizdan olib? Mayli. Rahmat. Assalomu alaykum. Mehribonim, jannat iforini taratuvchi, yuragimning eng aziz insoni, quyoshdek hayotimga nur sochuvchi onajonim. Bugun osmon ham siz uchun yanada moviy. Quyosh ham sizga ta'zim qilmoqda. Gullar ham sizning mehringiz oldida so'z topa olmay, faqat xushbo'ylik taratmoqda. Chunki bugun dunyo sizdek mehr o'chog'ini bag'riga olgan kun. Siz tug'ilgan kun mening baxtim boshlangan kun aslida. Onajonim, siz menga faqatgina hayot bermadingiz. Men sizning bag'ringizda qayta tug'ildim. Har yiqilganimda qo'llaringiz bilan ko'tarib, boshimni silab, yana tiklanishimga sabab bo'ldingiz. Bolaligimda beshigimni tebratib aytgan allalaringiz bugun ham yuragimda jaranglaydi.
Gohida hayot mashaqqatlaridan charchaganimda aynan shu allalar meni o'zimga qaytaradi. Onajonim, sizning mehringizni, fidoyiligingizni, tunlaringizning uyqusizligini, yuragingizdagi beqiyos sabrni hech bir narsa bilan o'lchab bo'lmaydi. Harchand urinmay ta'rifingizga so'z topa olmayapman. Men hali sizdan o'rganishim kerak bo'lgan buyuk saboqlar oldinda. Sizning duolaringiz esa mening hayotimning eng mustahkam qalqonidir. Bugun men Allohdan siz uchun, dadajonim uchun eng go'zal ne'matlarni tilayman. Umr yo'lingiz doimo baxt ila to'lsin. Yuragingiz xotirjamlik bilan porlasin. Hech qachon g'am va dard sizlarga yaqin kelmasin. Sizlar mening boyligimsizlar, onajon, dadajon. Onajonim, har tongingiz shukronalik bilan, har kechangiz esa tinchlik bilan o'tsin. Sizni doimo sog', omon, shod va nurli chehra bilan ko'rish mening eng katta baxtimdir. Sizdan jannat qarzim bor, onajonim. Allohimning o'zi sizni ikki dunyosida ham aziz va mukarram qilsin. Chiroyingiz bo'lib ovoza, lola sizdan olgan andoza. Mo'nezginam, yuragi toza, siz gullarning gulisiz onam. Gullar so'lar, mehringiz so'lmas. Bir ko'rmasam yuragim to'lmas. Sizni gulga qiyoslab bo'lmas, siz gullarning gulisiz onam. Chehrangizdan arimaydi nur, so'zlaringiz oltin, sadaf, dur, jannat yerga ato qilgan xur. Siz gullarning gulisiz onam deb hammadan a'lo ko'rib chiroyli tabrik xatlarni sizga yozibdilar qizingiz. Rahmat. Kayfiyatlar yanada ko'tarildimi? Xursand bo'ldingizmi? Ha, xursand bo'ldim. Har doim quvonib yuring. O'zgacha sovg'alardan qalbingizda qanday hislar kechmoqda? Bo'lishasizmi biz bilan? Fikrlaringizni, his-tuyg'ularingizni, nimalar degan bo'lar edingiz qizingizga, oila a'zolaringizga? Qizimga rahmat. Borligiga shukr. Yaqinlarim borligiga shukr. Jazalab hurmatini qilibdi. Rahmat. Qizimga ham o'qishlariga omad tilayman. Ilohim. Martabalar ulug' bo'lsin. Yaqinlarimga hammasiga e'tibor uchun rahmat. Rahmat, boringizga shukr. Aslida hamma yaqinlaringiz sizning borligingizdan faxrlanib, qalbida shodlikka to'lib yashashmoqda. Chunki juda ham cheksiz mehr muhabbatingiz bor ekan yuragingizda. Alloh sizdan rozi bo'lsin. O'zingizni asrang. Mana shunday go'zal kunlar ko'p bo'laversin xonadoningizda. Sog' salomat bo'ling. Ayyomlarni a'lo kayfiyatlarda o'tkazib oling. Rahmat singlim, sizga ham katta rahmat. Rahmat, tashakkur, omon bo'ling. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'il va qizlarning oromijoni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni, mo'nezginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni. Saxovat seli, daryo dengizim, matonat bardosh, mehri teng so'zim. Tanholar ichida, tanho yolg'izim, onajonimni tug'ilgan kuni. Chiroyligim dilbarim, oyi jannat zot, men uchun go'zal siz bilan
hayot